6 noyabr uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki 2025-yil 6 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Yangi ma'lumotlarga ko'ra, dollar, yevro, yuan va iena biroz ko'tarilgan, funt sterling va rubl esa pasaygan. AQSh dollari 20,4 so'mga oshib, 11.970,67 so'm bo'ldi. Yevro 3,89 so'mga ko'tarilib, 13.748,31 so'm. Funt sterling 1,36 so'mga arzonlab, 15.609,75 so'm. Rossiya rubli 0,11 so'mga pasayib, 147,59 so'm. Xitoy yuana 2,11 so'mga ko'tarilib, 1679,58 so'm. Yapon ienasi 0,03 so'mga oshib, 77,89 so'm. Qozoq tengisi o'zgarishsiz 22,77 so'm.